Assalomu alaykum. Bugun bizde Nexia avtoko'yligi. Bizdagi mana yerda steklopodyonik sistemaga mana arta. Bizde kabellar abrit bo'lgan. Sütünü açıp qarasak, mana yerda shtekeri yo'q. Odan keyin Nexia'ning bir minusi, bunday knopkalar var qo'y, o'zining knopkalari ketib qolaveradi. So'g'an qaz bizdan ishini o'yib vaz avtoko'yligining knopkasini o'tirg'izdi o'sgan. Mana yoqda shtekerlarni jalg'adik. Buni qalay jalg'ayman desangizlar, mana yerda ko'rsatayım. 1 deganga mana 2 dan basash, 2 deganga qizil aq provodni jalg'aymiz. Odan keyingisini 4 deganimiz var. 4 ga seriya provod bo'ladi. O necha uzilib qolgan seriya provodning gabaritdan keladi. Knopkasini jalg'aymiz. Arx etdi. 5 ga qara provod keladi o'sgan. Qara provod uzilib qolgan, biz yoqdan kabellarni jalg'adik. Qara provodga mana yerga 5 ga qaytsin deb men 5. Ko'p turganda mana 5. O'z naja bir beti 4 provod bo'ldi, bir beti 3 provod bo'ldi. Sonundan 5-inchisi minus chalg'anadi. Al manav 6 men 3 ga mana yoqdan komanda keladi. 2 provod. Ол provodimiz ko'k qara tushgan provod, ijani sari qara tushgan provod. O'sgan jalg'anadi. Ko'k provodimiz qaysan jalg'anadi? Ko'k provodimiz 6 ga jalg'anadi. Sari qara tushgan provodimiz 3 ga jalg'anadi. Shunday knopkasini qarasangizlar, sifrlarмен tur 1, 2, 3, 4, 5, 6 nechadir o'rin yo'q, mana 7 bo'ladi. Qolgan 2 provod taza ko'k 1 ga jalg'anadi. Taza sari, ол 7 ga jalg'anadi. Knopkamizni hozir qosamiz. Kilit tashib berish. Kilit açtık. Bismillah. Bir yaxshi mana knopkaning o'zining knopkasına qaraganda uzoqda жұмыс isteydi. Kimga osonday xizmat turi kerak bo'lsa, havolasingizlar. Alloh sizlarga bersin, foydali etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.